Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz Gitda demak tarixni qaytadan yozish. Inglizchasiga Rewriting History in Git bo'ladi. Xo'p, ko'rib o'tadigan mavzularimiz bo'la rewording, editing, squashing, dropping, splitting. Xo'p, kelinglar terminal ochib olaylik. Ozgina kattalashtirib olamiz. Biron bir gitli papkaga o'tamiz. Xo'p, va git log deylik. Git log demak gitdagi tarixni ko'rsatadi, nimalar bo'lganini. Mana bu joyda commitlar, commit after va soatlari, commitni soatlari va tepada commitni checksum'i, hashi va mana bu hash qaysi branchlarga, qaysi referencelarga tegishliligi, demak referencelarga kiradi bular o'sha demak branchlar yoki taglar. Xo'p, bizda demak mainda demak bu tegishli ekan. Xo'p, qanaqa qilib gitni demak rewrite qilamiz? Birinchi eng oddiy holati bu commitni amend qilish. Masalan, mana hozir ko'rdik, oxirgi commitda mana bump version degan demak message bor ekan. Mana shu messageni faqatgina oxirgi commitdagi messageni o'zgartirish uchun amend commit qilishimiz mumkin. Yoki o'sha commitdagi fayllarni o'zgartirish uchun. Ya'ni amend commit eng oxirgi commitni o'zgartirish degani. U bo'ladi yoki fayl yoki message nimasi, commit message. Masalan, o'zgartirish qilamiz. Aytaylikki, mana npm outdated deylik. Mana masalan, fayllarimiz demak nima qilgan ekan, packagelarimiz eskirgan ekan. Buni npm check updates bilan mana upgrade qilamiz. Enter, yes. Mana endi outdated qiladigan bo'lsak, fayllarimizni demak update qildi. Git status bilan holatni ko'ramiz. Mana ikkita o'zgarish faylimiz bor. Git diff bilan ichidagi o'zgarishlarni ko'ramiz. Mana demak, mana bu ikkita dependency'ni o'zgartirdi va shu bilan birga log fayllar ham o'zgardi. Xo'p, buni endi oxirgi commitga qo'shib o'rmoqchi bo'lsak, nima deymiz? Git commit amend deymiz. Agar messageni o'zgartirmoqchi bo'lsak, no edit deyishimiz mumkin, o'sha message qovursin deb. Agar messageni ham qo'shib o'zgartirmoqchi bo'lsak, enter bosamiz. Mana bizga commit editorni chiqarib berdi va commit editorga demak oxirgi commit messagemizni o'zgartiramiz va commit editordan chiqishimiz bilan commitimiz o'zgaradi. Mana bu ko'rib turganimizdek bitta oldinda va bitta orqada, demak o'sha remote bilan bitta farq qilyapti bitta commitga. Endi buni push qilishimiz uchun git push hop force komandasini ishlatishimiz kerak. Sababi, agar force ishlatmasak, git push qiladigan bo'lsak, ikkita commit divergent deydi, ya'ni bular yo'llari alohida bo'lib ketgan. Mana demak biz asoslangan base commitimiz u yoqdagi commitga, u yoqdagi oxirgi commitga, mana shu birinchidagi commitga asoslanmagan bo'lgani uchun, demak mana bu orqadamiz, biz u yoqdan outdatedmiz deb aytyapti. Bunaqa holatlarda demak force ishlatishimiz kerak bo'ladi. Force'ni ikki xili bor, force yoki force with lease. Agarda force qiladigan bo'lsak, demak bu har qanaqasiga tashiydi. Agar force with lease qiladigan bo'lsak, faqatgina o'zimizdagi o'zgarishlarni, o'zimizdagi oxirgi o'sha puldagi o'zgarishlarni rewrite qilgan paytimizda o'sha o'zgarishni oladi. Agar force qiladigan bo'lsak, bizdan keyin boshqa birovlar ham o'zgartirgan bo'lsa, ularni ham ustiga yozib yuboradi. Shuning uchun ko'proq tajribada force with lease degan demak salgina nimaroq, demak xavfsizroq bo'lgan versiyasi ishlatiladi. Force pushni. Xo'p, bu endi nima edi? Demak reward qilish yoki o'zgartirish faqatgina oxirgi commitni, ya'ni buni amend commit desak bo'ladi. Xo'p, endi joyiga qaytaramiz. Demak git check
o'zgarishlarimiz git reset origin main. Demak joyiga keldi. Git status. Demak yana toza bo'ldi. Endi agarda o'zgartirishimiz oxirgi commitda bo'lmasa, undan oldingi commitlarda, masalan aytaylikki git log. Mana bu oxirgisi emas, mana bu undan oldingi commitlarda, ulardan keyingilarda o'zgartirish qilmoqchi bo'lsak, bunaqa holatda rebase degan komandasini ishlatamiz. Hop, git rebase interactive deymiz, i degan interactive va undan keyin bironta o'sha historydagi bironta demak commitni berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu commitgacha ham rebase qilamiz deb. Agar bilmasak, demak root berishimiz mumkin. Agar hamma historyni yozib, masalan boshlangan commitdan beri orasidagi istalganini o'zgartiraman desa, root desa, o'shani hammasini ro'yxatdan chiqaradi. Agarda commit history juda ham katta bo'lsa, root berish kerak emas. Undan ko'ra yana bitta varianti, mana head masalan, head deb turib, mana tilde qo'yib turib, bu degani head degani hozirgi turgan demak current commitimiz va undan orqaga sanaladi. Masalan bu bitta oldingisi, mana bu ikkita oldingisi, mana bu uchta oldingisi. Demak, masalan 10 desak, mana 10 ta commitni bizga ko'rsatadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak, bu oxirgi 10 ta commit. Mana bu eng pastda ko'rib turganimiz eng yaqin bo'lgan commit. Mana bular eng uzoqroq commitlar. Demak, bular commit qilingan tarixlar bo'yicha, demak, sort qilingan. Endi mana shu joyda o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana past qismida ko'rsatib qo'yibdi, qanaqa komandlar bor. Mana by default mana bu birinchi qismi command hisoblanadi. Demak, mana bu pick degani bu command qismi. Mana bu ikkinchisi commitni hashi va uchinchisi commitni message. Endi mana bu pick degani mana shu commit shu holicha qolsin degani. Prosta o'tib ketamiz bu commitni temaymiz degani. Reward degani demak o'sha commitni commit message'ini faqatgina commit message'ini o'zgartiramiz. Masalan, aytaylikki, mana bu 5-qatordagi commitni o'zgartiramiz. Reward qilamiz yoki 6-qator deylik, mana uzunrog'ini kaltaroq qilaylik. Mana change word deymiz. Reward yoki r desak ham bo'ladi yoki to'liq yozsak ham bo'ladi, ikkalasini ham oladi. Va chiqamiz. Bu joyda biz hozircha bitta o'zgarish berdik. Xohlasak bir necha o'zgarish berishimiz mumkin. Endi chiqamiz. Mana demak o'sha commitga olib bordi va commit message'ni nima bo'lsin deb so'rayapti. Biz uni masalan kamaytiramiz. Create migration folder deymiz masalan. Va chiqamiz. Bo'ldi, tugadi. Mana ko'rib turganimizdek, mana 5 ta orqaga yurdi va undan keyingi 5 ta commitni boshqatdan o'zgartirib chiqdi. Chunki 5 ta oldingi commit o'zgarish, 5 ta oldingi commitni biz qachonki historyni o'zgartiradigan bo'lsak, o'sha historydan boshlab undan keyingi commitlarni hammasi demak boshqatdan yaratiladi. Shuning uchun mana 5 ta orqaga va 5 ta oldinga deb oldingasi boshqa yo'l bilan ketadi. Xo'p, endi git log deydigan bo'lsak, demak qolganlari mana qoldi. Message'lar faqatgina mana bu qismi, mana create migration folder o'zgardi. Xo'p, endi buni git log graph deylik. Xo'p, kelinglar one line ham qo'shaylik, one line kaltaroq. Va hammasini ko'rsatsin. Mana bu joyda ko'rib turganimizdek, mana hop bu ham history'miz teskaridan turibdi. Mana initial commit bizning history'miz boshlangan paytda. Undan keyin kelgan mana bu qismigacha o'zgarish bo'lmagan. Va undan keyingi qismida mana create migration folder qisqa yozuv bilan mana bular bizga yangi yaratilgan commitlar. Bular hammasi yangi yaratilgan. Biz mana buni o'zgartirganimiz uchun mana bularning hammasini demak hashlari o'zgardi. Mana bu history oldingi history'miz, mana bu yerdagi history. Shuning uchun aytayaptiki, mana origin mainda, ya'ni serverda hali ham mana bu history turibdi deyapti. Bizda bo'lsa localda mana bu turibdi deyapti. Shuning uchun ikkalasi ikki xil yo'l bilan ketib qolgan.
Bu 5 qadam bu yoqqa ketgan, mana bu 5 qadam bu yoqqa ketgan. Xo'p, bu endi vizualizatsiyasi. Yana buni push qilmoqchi bo'lsak, demak, mana bu 5 tasi, mana bu 5 tani o'rnini oladi va mana bunaqa ajralish yo'q bo'lib ketib qoladi. Xo'p, bu endi faqatgina commit messageni o'zgartirish edi. Kelinglar endi o'zini qanaqa o'zgartiramiz? Yana bir rebase qilaylik. Masalan, aytaylik, mana bu bump version degan qismida o'zgartirish qilmoqchimiz. Faqatgina endi commit messageni o'zini emas, demak, commitni ichidagi fayllarni ham o'zgartirmoqchimiz. Bu galda endi edit komandasini ishlatamiz. Change word va chiqamiz. Mana endi bizga o'sha commitga demak bizani qo'yib berdi, set qilib berdi va aytayaptiki, mana ishlarni qilib bo'lgandan keyin git rebase continue qilib davom etib ketsa bo'ladi deyapti. Xo'p. Mana bu birinchi qismi yangi commit yaratadi, lekin davom etmaydi. Chunki bu narsani odatda splittingda ishlatsa bo'ladi. Mana oxirgi qismi splitda. Ya'ni oraga commit qo'shish, lekin commitlar sonini o'zgartirmasdan faqat commitni o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zgarishlarimizni qilamiz, git add deymiz va ketaveramiz. Kelinglar, mana shu joyda masalan nimani o'zgartiraylik? Bitta fayl ochaylik. Masalan, readme.md deymiz. Bo'lib ketdi. Xo'p. Touch readme.md. Bu faylimiz bor ekan. Xo'p. Demak, orqasiga bir narsalar qo'shamiz bunga, readmega. Mana o'zgardi. Endi nimalarni keyingi commitga o'tkazishni hal qilishimiz kerak. Mana git status deydigan bo'lsak, demak, mana git readme faylimizda o'zgarish bor. Endi buni o'shanga qo'shmoqchi bo'lsak, git add deymiz. Xohlasak faylning o'zini nomini yozamiz. Xohlasak hamma o'zgarishlarni o'sha qo'sh deymiz. Mana endi git status deydigan bo'lsak, mana bu endi qo'shildi. Endi git rebase continue deydigan bo'lsak, davom etib ketaveradi. Agar undan keyingi to'xtaydigan joylarni belgilagan bo'lsak, to'xtaydi. Lekin biz bitta joyda, faqatgina mana shu joyda to'xtatganimiz uchun, demak, shu bilan mana bu joyda demak commit messageni qoldiramizmi yoki o'zgartiramizmi? Chiqib ketaveramiz, quit deb o'zgartirmaymiz. Mana endi o'zgarish qildik. Endi oxirgi holatini endi ochib turib, mana readmeni qaraydigan bo'lsak, mana o'zgarishlarimiz test bo'lib tushdi. Xo'p. O'sha eski commitga tushdi bu o'zgarishlarimiz, oxirgi commitga emas. Keyingisi, mana edit faylini ko'rdik, reward qilishni ko'rdik. Endi edit faylini ko'rdik. Agarda o'tgan commitlarda rebase qilayotgani, o'tgan commitda faqatgina commit messageni o'zgartirmoqchi bo'lsak, faqatgina просто reward qilamiz, bo'ldi. Change word r deymizda. Agar commit messageni o'zgartirmoqchi, agar ichidagi fayllarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, demak edit qilamiz. Xo'p, endi squashing qanaqa qilinadi? Squash qilish uchun mana pastga yozib qo'yibdi, squash va demak commit. Bu nima qiladi? Use commit but meld into previous commit. Ya'ni bu commit qolsa, lekin undan oldingi commitga qo'shib yuborilsin deyapti. Keling, mana shuni squash qilib ko'ramiz. S deymiz yoki yana bitta qo'shib ko'raylik. Mana buni ham demak, buni ham S deymiz. Mana bu holatda buni ikkalasini demak undan oldingi commitga qo'shib yuboradi. Undan oldingi commit demak mana bu commit bo'ladi. Shunda bizda 1 2 3 4 5 6 7 8 mana shu 10 ta commit 8 ta commit bo'lib qoladi. Xo'p. Va demak endi 3 ta commitni bir qilib olganimiz uchun bizga demak mana bu 3 ta commitni message'larni bitta joyga olib kelib berdi.
xohlasak hammasini qoldirishimiz mumkin, xohlasak bitta asosiysini qoldirishimiz mumkin. Masalan, buni o'chirib tashlaymiz, mana bu qoladi desak, oxirgi commit messagemiz shu bo'lsin desak va mana endi ko'rib turgan bo'lsak, 7 ta serverda 7 ta commit bor. Biz ya'ni serverdan bizga kelmagan 7 ta commit bor va bizdan serverga tushmagan 5 ta commit bor. Demak, yo'llarimiz o'zgarib qoldi. 2 ta commit bizda kam bo'lib qoldi. Chunki 3 ta commitdan bitta commit qildik biz. Demak, squashing ham ko'rdik. Endi dropping ko'ramiz. Kerak emas commitlarni o'zgartirish. Squash qilgan paytimizda oxirgi holat o'zgarmaydi. Ya'ni bir necha commitlarni qo'shadi, lekin final commitimizdagi o'sha holat o'shanaqa qoladi. Lekin drop commit qilgan paytimizda holat o'zgaradi. Commit umuman olib tashaladi. Kelinglar, buni ham ko'raylik. Demak, 10 ta commitdan kamayib qoldi deyapti. 5 deylik mayli. Masalan, update readme-ni demak, drop qilmoqchi bo'lsak, mana d deymiz. Change word d, masalan, ikkitasini olib tashladik. Nima qoldi? 5 ta commitdan 3 ta commit qoldi. Mana endi ko'rib turganimizdek 7 ta serverdan kelishi kerak bo'lgan, olinish kerak bo'lgan commit bor va 3 ta jo'natilishi kerak bo'lgan. Endi 4 ta commitga kamayib qoldik biz. Va git log deydigan bo'lsak, mana demak serverda 1 2 3 4 5 6 7 mana bu 7 ta commit serverda bor va mana bu 3 ta commit. Agar biz hozir force push qiladigan bo'lsak, mana shu 7 ta commit serverdan o'chib ketadi va o'rniga mana shu 3 ta commit egallaydi. Xo'p, dropping commitni ham ko'rdik. Endi split commits. Splitlar qanaqa qilinadi? Xo'p, buning uchun edit qilamiz commitni. Masalan, mana buni split qilmoqchi bo'lsak, o'zgarishni change word deymiz, edit degan bo'ladi. Endi bu yerda qilingan o'zgarishni oldin qaytarishimiz kerak. Uning uchun git reset head. Hozirgi turgan commitimiz head hisoblanadi va head demak tilda 1 deydigan bo'lsak, undan bitta oldingi commitga reset bo'ladi. Reset bo'layotgan paytida ikkala commitning farqi demak working tree ga olib kelib beriladi. Mana bitta oldingiga qaytardi. Endi git status degan bo'lsak, mana xuddi commit qilinmagandek bo'ldi. Bitta o'sha commitdagi o'zgarishlar commit qilinmagan bo'lib qoldi. Mana buni ichiga kiramiz, masalan. Mana demak o'zgarishlar qayerda bo'lgan? Demak, bittagina o'zgarish bo'lgan ekan. Masalan, mana bu faylni qo'shaylik. Unisi qolsin. Shunaqa ko'ramiz. Demak, mana hozir package mana package.json commitga qo'shilyapti, package log.json qo'shilmayapti. Endi git commit deymiz. Update package.json. Yangi commit hosil bo'ldi va bizda bitta qo'limizda o'zgarish qolib ketdi, commit qilinmagan o'zgarish. Git logimiz git status. Endi buni ham qo'shib qo'yamiz. Git commit. Oldin git qo'shaylik, git add deylik. Mana qo'shildi. Ana git commit deydigan bo'lsak, bunga ham commit message qo'yaylik. Add package log.json. Mana demak uni ham commit qildik. Endi git status deydigan bo'lsak, top-toza bo'ladi va git demak rebase ni davom qildimiz. Rebase ni tugatdik. Mana ko'rib turgan bo'lsak, 3 ga 7 ga 3 edi oldin. 4 ta orqada edik. 4 ta farq qilayotgan edi commitlarimiz soni. Endi commitlarimiz soni 3 taga farq qildi. Sababi biz bitta commitni oldik, 2 ga bo'lib qo'ydik. Demak, bu commit splitting commit edi. Xo'p, bularni serverga tashlash uchun git push yoki git push force yoki git push force with lease
ishlatsak bo'ladi. Men o'zgarishlarni serverga tashlamayman, bu faqat misol edi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Agarda qiziq bo'lgan bo'lsa va Git mavzulari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda qoldirsanglar, demak biz o'ylayotgandik o'sha Git bo'yicha ham kurslarni yozsak deb o'ylayotgan edik. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.